Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, o'quvchilar, yaxshimisizlar? Xitoy panogularimizni boshlayapmiz. Kuniga 1 kilosi avion sonida 4-5 ta bo'lsa ham bor. Bittadan emas, ensino. Aloqasi 15-20 dollardan har bittasi. Va hamma yoqyapti bunaqani GPS etilgan lakin xuddi o'sha Xitoyda ishlab chiqarilgan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Просто bitta sabab nimasi? Narxi arzon. Xitoyda 10 dollar olishlar. Lekin Xitoyda sutga tepib qo'yapti. Sonra avion bomba. Qo'yadi. Ochganimdan hali ochib qo'ysa mayda-chidan bittasi sotilib ketib qolmasin deb katta avionni hovlilab olish uchun kelyapti. Assortimentlar zo'r. Yaxshi, zavoddan ham pryamoy katta avion bozorlar zavoddan ham ishlatib, san'atni chiqarib beramiz. Kimga shunday sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, aka-ukalar juda bilasiz. Kimga yozadi? Bu 305 kodli. Qo'qon shaharning suvi akaxonlarga chiqadilar. Bu akaxonlar olib ko'rsatavasizlar, bu yoqadi. Yoqmasa ham yoqtirib boradi. Jargonlarni yig'ib ishlayapti. Hammasi avion bo'ldi. Hammasi bo'lib, narxlar o'tadi. Shunga avion samadan katta avionlarga pryamoy zavoddan siraz dasturchilar qilamiz. Kecha kechpay zakaz berdik. Bugunga yetib keldi inshaalloh. Malades. O'tadiz. Avion muammo yo'q. Kiloyaptilar. Narxlari ham eng arzon. Vodiyda eng arzoni faqat aka-ukalar eksportda bo'ladi. Narxlari ham Bence şu büyük Arap olması. Kendileri geçmiş kilolarımıza bol. Kendilerine vuruşuyorlar. Kalamca mahsulotlarımız 3000 metre tayyor holatda. Hammasi mizamini matbu holatda. Eng zo'ri. Hali yuzligi ranglar